Hamma tomdan tashlasa, sen ham tashlaysanmi degan gapni eshitganmisiz? Trend bo'lgan Xitoy marojnalari haqida eshitmagan odamni o'zi bo'lmasa kerak. Men ham qolganlardan nima kamim bor deb sinab ko'rgim keldi. Bu marojna 3 xil ko'rinishga ega ekan. Shaftoli, mango va ajdar mevasi. Tanilgani shaftoli bo'lgani uchun men shaftolisini tanlab oldim. Magazinlarda 30 mingdan 50 minggacha sotilyapti. Uyga borgunimcha erib ketmasin deb ko'chani o'zidayoq yeb qo'ya qoldim. Negadir shokoladi yumshoq ekan va tishlayotganda umuman ovoz chiqarmadi. Ko'sa tomog'im og'rib turgan edi, lekin sovuqni sovuq yengadi deyshadi-ku. Ozgina shaftolini ta'mi kelyapti. Shu slivichniy qaymoqli plambir. Nejniy o'ziga xos ta'mi bor ekan. Hattoki hidini ham tekshirib ko'rdim. Shaftolini, qaymoqni, vanilinni hidi kelyapti, juda shirin. To'g'risini aytsam, yeb videoga olayotganimni hamma ko'rayotganidan xijolat bo'ldim. O'tib ketayotgan odam rosa g'alati qarashyapti. Qarasa qaraversin, baribir menga bitta ham marojna olib bermaydi-ku. Bular to'g'rimi? To'g'risini aytsam, menga ta'mi juda ham yoqdi, lekin narxini qimmat deb bildim. Lekin bir marta bo'lsa ham tatib ko'rishinglarni maslahat beraman. Mening shaxsiy fikrim 10 dan 8 baho.